bergan topshiriqni bajaramiz. Hoppa. Ana. Aytgancha. Qanaqa topshiriq deysizlarmi? Bugun biz Nether Fortress, ya'ni qizil qala topamiz Netherga borib, jigarlar. Shunaqa video bo'ladi. Albatta like bosib qo'yib, kanalimga obuna bo'lib, meni kuzatishda davom eting. Bo'lsa men bugungi videoni boshladim. Qani ketdi jigarlar. Hozir Minecraft'ni oltin qoidasiga e'tibor bergan holda har doimgidek survival'da daraxt chopishdan boshlaymiz. Xo'sh, bu daraxtlarni chopamiz. Sizlar esa ungacha like bosishga ulgurasizlarmi? Qani ulgurdilaringmi? Menimcha ulgurdilaring. Xo'sh, bo'lsam buni ham qo'lda chopib olamiz, onasini emsin. Xo'sh. Atiya qilyaptimi? Mana do'stlar, biz kerakli narsalarni qilib bo'ldik. Endi kerakli resurslar qilamiz, daraxt chopib bo'ldik. Xo'sh, hozir buni qo'yib qo'yamiz, ya'ni ekib qo'yamiz. Endi verstakdan foydalangan holda birinchi o'rinda buni yasaymiz. Keyin bunday mana shunday. Endi jigarellolar verstakni buzib olib turib nima qilamiz? Tosh joylaymiz. Xo'sh. Qayerdan tosh joylaymiz bolalar? Qatayotgan bo'lsa uzr, bu rekorder deb. Screen recorder deb. Dichirelida xonada o'zi toshli joylar bor ekan. Yo borimizmi aqa? Rostdan balchiqli ekan hali. Mayli, mashitdan qazib tushib ketamiz. Onasini emsin. Ana tosh. Xo'p, bale. Do'stlar. Ana. Hop. Bunday. Shunaqa qilib tosh ham ko'ylab olamiz. Ana, hop, ana ko'pgina tosh qazib oldik, stop qilib turdim. Xo'sh, endi buni bunday tevaga olib qo'yaman. To'xtanglar. Jaq. Hop, ana. Ketdi endi teva qaytdi. Mana ekan. Ha, ana. Hoppale. Xo'sh, endi nima qilamiz? Endi videolar ashtoqqa boramiz hozir. Qani ketdi. Qaranglar, mana yoqda ham katta tog' bor ekan, Yomon-ku, Poshshay, tog'lar ham nima deyapti. Biz importniy bo'lmish basmiz. Xo'p. Dun. Hobbala. Hop. Ana do'stlar, qayg'am tayyor.
Endi mayoq qarab suzamiz. Mayoqdan ashaq qarab suzamiz. Iplos suv. Mayoqqa boramizmi? Mayoqqa boramiz. Ana. Ana. Xo'sh, bitta ko'mir. Bular olamiz albatta. Hech xavotir olmanglar. Eng qizig'i divanimiz yo'q. Xo'sh, bu dunyoda hali qanaqa qilib yashab qolaman ekan? O'ylayapman, o'rgamchi. Yo, esli o'rgamchi bolalar, menga tashlamaydi rostdan. Mani oldimga kelmayapti rostdan bolalar, esli. Mashina o'zida ikkita qo'y. Yana bitta bo'lganda divan yasab yuborardik. Ja. Xo'sh. Ikkinchisini ham qiqillatamiz. Men chiqyapman seni oldingga. Xo'sh. Endi ketdik bu yerda. Voy mol. Falokat bo'ladi shomda o'zi. Hech qayerda qo'y yo'qmi? Xo'sh. Hech qayerda qo'y yo'q. O'ta creeper bor lekin. Qo'y topganimda yu jigarlar qo'y o'qtarib yurib qishloqda forlim. Ush qishloqda qo'y bormikan? Lekin urganchi bor ekan qishloqda. Urishibman aka. His qil buni. Xo'sh, qo'y topdik jigarlar. Bu versiya вообще eski versiya, shuning uchun noto'g'ri tushunmaysizlar. Menda shunaqa g'alatiroq qishloqda divan bo'lmaydi. Shuning uchun noto'g'ri tushunmaysizlar. Mana uyga kim qanday kiradi? Yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Endi o'zimizga divan yasaymiz. Big'inchi o'rinda. Hozir. Sig'aga so'g'an bor. Ana. Shularga yashay. Osh. Bunday. Bununday. Ana uxladik. Kech tushib, ertaman ham tushdi. Divanni olamiz. Bunday qilib. Fire respawn point bo'ladi. Voy. Hozircha qishloqda kuchayamiz. Bu yerda o'zimiz bazamizni turamiz, bolalar. Hozir hammasini hardcore'da qilyapman. Menga ham qiyin bolalar. To'xtanglar-da. Shu fakelni men nariyoqqa qo'yay. Ana. Voy. Meni ko'rdi. U meni ko'ryapti.
Xo'sh, qani endi la'nati creeper. Vali e'tibor bermaymiz. E'tibor bermasdan mayaqda ekan. This is the end. Voy! Ya Xudoga shukr. Mashta tug'ilar ekanman o'y. Qo'rqib ketdim. Men o'lmayman deb o'yladim, zo'rlashyapti. O iplos yomon ekan. Xo'sh. Bu loyihalar bizga kakirasi kerak edi. Loyihalar kerak edi. Bu loyihalarni hozir bunday qilib turib mat yopishga ishlatamiz. Ana. Men zo'rmanda men. Mana ham yo'g'li chala chulpa ekan. Voy temir. Voy. Amayli. Tashamaydi. Yo'q, tashamas ekan bolalar. Indamay temirda olaveramiz ekan. Ruxsat ekan bizga. Osh. Endi bu temirni uyga kirib eritamiz. Uyim mayaqda edi adashmasam. Hozir uyim qayoqda edi? Ha, mana meni uyim mayaqda. Mana. Ana endi biz ikkita sondiq yasaymiz. Qilib bularni solib turamiz. Endi do'stlar. Ne qilib ne qilamiz va shu joyda birinchi qismni tugatishga majburman. Bitta narsani eslatib o'taman. 50 ta bo'lishimga oz qoldi. 25 ta maqsad edi boshiga. 26 ta bo'ldi. Hammalaringga kattakon rahmat. Bu birinchi qism uchun bitta like bo'lsa ham bo'laveradi. Bu like ga qarab bas. Aytgancha bu challenge-ni ChatGPT bergan menga. To'g'ri. Bo'lsam like bosib, obuna bo'lib, komment yozinglar. Kommentlaringga javob berishga harakat qilaman. Sizlar bilan kirika bo'ldi. Hammalaringga xayr. I promise that the ending always stays